Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana gullar bayramimiz davom etyapti. Bugungi videomiz mana Malidaxon opamizning joylaridan bo'ladi. Mana kameliya gullari, arokariyalar, har xil turdagi gullar bor. Shular haqida ma'lumot berib o'tamiz, narxlari bilan aytib o'tamiz. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon raqamlarini qoldiramiz. Telefon qilib zakaz bersangiz dastavka qilib beriladi. Mana kameliya gullarimiz 350 ming so'mdan ekan, bo'yi 1 metrdan balandroq. Juda ham chiroyli, sog'lom holatda. Hop, keyingilari mana arokariya xona archasi. Xona archalarimiz bo'yi 1 metrdan baland, juda ham chiroyli holatda kelgan. Bular 170 mingdan ekan. Mana xostalarimiz juda ko'pchilik so'ragan kanalimizda ham. Xostalarimiz 70 ming, 80 mingdan ekan. Har xil turga qarab. Mana fikuslarimiz 10 ming so'mdan ekan, trikolor. Mana kratonimiz 40 ming so'm ekan. Ko'chatlari hammasi chiroyli, ildizlari baquvvat. Begoniyalarimiz ko'chati bor ekan. 5 ming so'mdan ekan. Kanalimiz nomidan kelsanglar, anchagina arzon qilib berishadi. Malidaxon opamiz o'zlari ham turibdi. Gullarni bir boshdan so'rab o'tamiz. Ayol baxti gulimiz mana 150 ming so'm ekan. Juda ham chiroyli holatda, uni kustlari ko'p. Kalatayamiz nech pul dedingiz? 120 ming so'm. Xo'p, mana xamidariyamizchi? 55 ming. 55 ming so'm ekan, juda ham arzon. Shularni biz 100 ming so'mdan sotganmiz. Xo'p, mana kalataya arnatachi? 130 mingdan. 130 ming so'mdan. Katta, kustlari juda ham chiroyli. Keyingi gulimiz mana xo'ya gullarimiz. Bular 100 ming so'mdan ekan. Kalatayamiz yana bir ajoyib sorti. 120 ming so'm. Aglanyama mana. Aglanyamamiz 120 ming. Mana orxideyalarimiz skitkada. Hamma sog'lom holatda, faqat gullari to'kilib ketibdi. Ildizlari ham sog'lom. Bular 50 ming so'mdan ekan. Ildizlari ham yam-yashil turibdi mana. Chirib ketmagan. 50 ming so'mdan ekan. Kratonlarimizni aytib o'tdim, 40 ming so'mdan. Kratonlar kattasi. Bular 150 ming so'mdan ekan. Juda ham chiroyli. Shoxlab turgan. 150 ming so'mdan ekan. Aglanyama Diamond 100 ming so'm ekan. Aglanyamalarimiz. Bular 80 ming so'mdan ekan. Aglanyamalarimiz juda ham chiroyli. Hammasining ikkitadan, uchtadan kusti bor. Bo'lib ko'paytirsanglar bo'ladi. Mana Paxira gulimiz yana bir sorti. Bular novcha sortida. Yangi keldi bu. Bular 110 ming so'mdan ekan. Mana antirumlarimiz lolalisi. Bular 140 ming so'mdan ekan. Mana aglanyamalarimiz bir-biridan ajoyib, mana boshqacha sortlari ham bor. Baglarini ko'rsanglar, juda ham naqshinkor. Hamma 80 mingdan ekan. Skitka narx. Mana Sansevieramiz 3 talik ekan mana. Bular 70 ming so'mdan 3 taligi.
Arukariyamiz 90 ming so'mdan. Bo'yi deyarli 50 cm. Guzmaniyalar bular 90 ming so'mdan ekan. Guzmaniya hoppi deyiladi buni. Gardeniyalar mana gidroponika uslubida 120 ming so'mdan ekan. Suvda o'sgan. 120 ming so'mdan ekan bu. Orxideyalarimiz 100 ming so'm, kattalari 120 ming so'm, mana kichikroqlari 100 ming so'mdan. Hop, zamiyalarimiz qora ranglisi 120 ming so'mdan ekan. Bambuklarimiz 100 ming so'mdan, keramikaligi. Mana bir-biridan chiroyli. Kalotaya arnatani kichikroq ekan, 80 ming so'mdan ekan. Bambuklar, to'qilgan bambuklar 150 ming so'mdan, juda ham chiroyli. Anterium specificumlar 100 ming so'mdan. Ikkitalik bular, ichida ikkitadan bo'ladi, bitta idishda. Alohida bo'lvasalar ham bo'ladi. Kalatayalarimiz yana boshqacha bir sortlari. Bular ham 80 ming so'mdan ekan. Paxeramiz 100 ming so'mdan. Mana sukulentlarimiz kichkinasi 60 ming so'mdan ekan. Kratonimiz kattasi 300 ming so'm ekan. Tefin bakiyalarimiz 200 ming so'mdan ekan. Mana ko'chatlarimiz, aglanimalarimiz ko'chatlari 20 ming so'mdan ekan. Hammasi bir-biridan ajoyib. 20 ming so'mdan, juda ham yaxshi, arzon narx. Mana aglanima diamondni ham mana bo'lib ekib qo'yishdi, arzonroq chiqsin deb. Bular ham 20 ming so'mdan ekan. Zefin bakiyamiz yana bir sorti. Bular 40 ming so'mdan ekan. Bular kattaroq ekan. Bambukka qiziqadiganlar bo'lsa, suvda o'sadigan, ba'ziga qo'shsanglar bo'ladi. Bambukimiz 25 ming so'mdan ekan. 80 santimetrligi. Kameralarimizni yana bir ko'rsatib o'taman. Unchalari bor, juda ham chiroyli. Arukariyalar. Orada bir telefon raqamlaringizni aytib o'tasiz? 97lik 976 10 11. Zakazlar bo'lsa, kimgadir kelolmaganlar bo'lsa, Gulbayramimizga dastavka qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. Telefon raqamlarimizni aytib o'tdik. Murojaat qilsanglar bo'ladi. Mana tuvaylarimiz ham bor. Mana 1,5 metrlari 10 ming so'mdan, kattaroqlari bor 15 ming. Mana torf, gatovoy gruntlarimiz ham bor. Mana kisli torf. Oddiy mana universal tuproq, mana kokosli torf. Hamma turidan bor. Mana perlit, vermikulit. Hamma turdagisidan bor. Oddiy tuvaylarimiz ham. Bemalol zakaz berib, aytsanglar yetkazib berishadi.
Mana 144-do'kon. Gul sotib olsanglar o'zlari mana ekib ham berishar ekan. Chiroyli qilib tuya tanlasanglar o'zlari tuproqlari o'zlarida bor. Chiroyli qilib ekib berishadi. Ekish jarayoni bilan ham tanishtirib o'taman. Tayyor universal tuproqqa ekilyapti. Mana diamond aqlangan diamond gullarni ham ekib berish kerak ekan. Mana hozir tayyorlab berishadi. Tayyorlash jarayonida ko'rsatib boraman video qilib. Ildizini butunligini buzmasdan mana ekilyapti. Tuproqdan solib. Mana. Juda ham chiroyli holatda joylashdi mana. Tayyor holatga keldi. Ekib tayyor qilib berishdi. Mana bu tomonda ham kichkinalari.